Assalomu alaykum. Keling opajon. Ha, yaxshi kelibsiz. Keling. Sizlardan qo'yni olgan edim. Hop. Mashina alishtirib ketmoqchiman. Qachon oldingiz opajon? 5-6 oy bo'ldi. Voy, yo'q, uzr. 5-6 oy bo'lgan bo'lsa alishtirib bera olmaymiz. Nimaga alishtirib Yo'q, beramiz? yo'q, opajon. Mumkin emas. Oradan shuncha vaqt o'tgan. Simbolik kelgandirsiz buni 5-6 oy ichida. 2-3 marta keldim atiga. Mana berkalari ham turibdi ichida, olmaganman. Yo'q, uzr, biz unaqa ish qila olmaymiz. Kelgan kiyimni do'konga qaytib qo'ya olmaymiz. Orada juda katta vaqt o'tib ketyapti. Nimaga? O'zinglarni molinglar bu. Birovnikini olib kelmayapman. Mumkin emas opajon. Yo'q, mumkin emas. Yo'q, unaqa deyishga haqqingiz yo'q. Men yangi kelgan tovaringlarni olmoqchiman. Bemalol xohlaganingiz xarid qilishingiz mumkin. Lekin buni qaytarib olamiz. Bo'lmasam yarim pulimni qaytarib bering. Yo'q, yo'q. Yarim pul o'zingizlarga qolsin. Yo'q, yo'q, unaqa Xo'jayingiz nomerlarini bering, o'zlari bilan xo'jayinimiz bilan gaplashaman. aloqaga chiqmaysiz, o'zimiz bilan hal qilamiz. Yo'q, bering o'zim gaplashaman. Yo'q, yo'q, unaqa ish qila olmaymiz siz bilan. Ustinglardan arz qilaman. Bemalol opajon. Nalog'iga yuboraman hozir. Mayli, arz qilavering. Ishongan joyingizga boravering.